Maqsa arkadaşlar, bugünkü hikayemiz her kim qilsa o'ziga qilar. Burunqi zamonda bir odam bor ekan. U odamning e'tiborli bir o'g'li bo'lib, ota-ona o'g'lini bekma e'tiborlab boqadi ekan. Kunlarning bir kuni bolaning dadasi qayrib, ko'zi qarg'u bo'lib qopti. Bolasi dadasini boqib yurib, niyati buzilib, dadam menga yuk bo'lib qolgudek, men uni boqib yursam, o'zimning jinini boqolmagudekman deb o'ylab, dadasini yo'qotishning amalini izlabdi. Kunlar, aylar o'tib bola chet yoqidagi bir buloqni tepibdi. U dadasini aldab yurib, buloq beshiga apirib, buloqqa tashlab o'tib qaytib kelibdi. U dadasidan ayrilib ish ovqat qilib yurib, oxiri uy o'choqliq bo'lib, ayoli bilan nayt yaxshi o'tib bir farzand ko'ribdi. U bolaning ismi Qodir ekan. Ularmo bolani nihoyatda e'tiborlab boqib cho'ng qilibdi. Bolasi yillarning o'tishi bilan cho'ng bir yigitga aylanibdi. Dadasimi qayrib ko'zi ko'rmas bo'lib qopti. Bolasi dadasining o'ziga yuk bo'lib qolishini o'ylab, oxir uni yo'qotishni tegibdi-da, dadasini bir kuni heliqi buloqning qishiga apirib tashlamoqchi bo'libdi. Dadasi bu ishni tuyib qopti. U bolasiga: "Balam, men cho'ng dadangni mushu yerga tashlagan edim. Meni tezroq tashlag'in" degan ekan. Bolasi: "Men qayragandimi ko'zim ko'rmas bo'lib qolsa, bolam mushunda qolmasin" deb o'ylab, dadasini uyga yandirib akitibdi. Dadasining ko'zini davolab saqaytib, oxirgi umrigacha yaxshi boqibdi. Hikmat: bu dunyoda hech kimning haqqi hech kimga qolmaydi. Bo'libmi, ota-ona ajrini yerda qo'ymasang, uning halovatini varisingdan ko'rasan. Ko'nlar kalining beshiga kelgan kun mo'zayning beshig'imi kelar deb bekor aytmagan. Kucha xalq chechaklari